Siz Isroilning asos solinishiga guvoh bo'lgan insonsiz. Isroil 1948-yilda tashkil etilganiga 50 yil bo'ldi. Uning kelajagi haqida qanday fikrdasiz? Men aytamanki, Isroil zulm va zo'ravonlik ustiga qurilgan. Zulm va zo'ravonlik ustiga qurilgan tuzumlarning taqdiri uni barbod bo'lishidir. Hatto ulardagi kuch-qudrat ularni omon qolishiga yordam bersa hamma. Kuch abadiy emas. Dunyoda hech kim doim kuchli bo'lib qolmaydi. Bir insonni avvali go'dakligi, so'ng bolaligi, so'ng o'smirligi, so'ng kamoloti va nihoyat keksayishi kabi davlatlarning umri ham shunday. Boshlanishi va davom etishi, so'ngra nihoyasini topishi, boshqa chora yo'q. Isroil hozir qaysi davrni yashamoqda? Men umid qilamanki, Isroil kelasi asrning birinchi choragida tugaydi, inshaalloh. Tom ma'noda 2027-yilda Isroil degan narsa qolmasligini aytaman. Nega bu tarix? Men Qur'oni Karimga ishonaman. Qur'on bizga xalqlar har 40 yilda bir o'zgarishini aytadi. Birinchi 40 yilda falokat davri, Isroilning tuzilishini boshdan kechirdik. Ikkinchi 40 yil qo'zg'olon, mujodala, mashaqqat, urush, qasos olish davri bo'ldi. Uchinchi 40 yilda kutilgan yakuni keladi, inshaalloh. Ya'ni bu bir baholash. Bu aytganlarim Qur'oni Karimdan ishoratdir. Alloh isroilliklarga muqaddas tuproqlarni 40 yil man qildi. Sinay atrofida sarson bo'lib yurdilar. Boshlanishda xasta kuchsiz bir avlod bo'lgan biz, hozir kurashgan bir avlod bo'ldik. Falokat davrini avlodi ketdi. Tosh va bomba bilan kurashgan avlod ketdi. Va kelajak avlod hurriyatiga erishgan avlod bo'ladi, inshaalloh. Shayx Ahmad Yasin kelajak haqida qanday fikrda? Yo'limiz qiyinchilikka to'ladi. Sabr va qiyinchiliklar talab qiladi. Lekin kelajak biznikidir, inshaalloh. Bu sodir bo'lishi muqarrar. Zero Alloh va'dasini buzmaydi. Garchi insonlarda umidsizlik hukmron bo'lsa hamma, kemaning kapitani bo'lmagan insonlarni umidsiz bo'lishlari muhim emas. Agar kemaning kapitallari umidsiz bo'lmasa va yo'llarida va qat'iyat bilan oldinga intilsa, ko'chadagi inson doimo shunday bo'ladi. Ko'cha bo'ylab kezing, yuring va bu holatni ko'rasiz. Qur'on Madinada sodir bo'lgan voqeadan bugungi kunimizga ishora qiladi. Siz ularni chiqadi deb o'ylamagan edingiz. Hashr surasi 2-oyat. Ya'ni musulmonlar yahudiylarni ularni ustidan g'olib kelishini o'ylardilar va ular va qal'alari o'zlarini Allohdan himoya qiladi deb o'ylardilar. Davlatlar kuchlari bilan hujum qilmoqda va musulmonlar ularni muvaffaqiyatga erishadi deb o'ylayapti. Shu vaqtdagi vaziyat ham xuddi shunday. Ummatimiz Falastinni ozod qila oladi aslida. Bizlar vaziyatimiz, imkoniyatimiz, kuch va kelajagimiz haqida shikoyat qilamiz. Ular esa dunyoning eng buyuk jabhasi bizda, kim bizga bas kela oladi deydilar. Ular kuchlariga ishonib kibrlanadilar. Biz esa zaifligimiz tufayli xavotirdamiz. Lekin Allohning irodasi g'olib kelajak. Vaqti kelganda bu rejim ko'z ochib yumguncha qulaydi. Shubhasizki yer yuzida buzg'unchilik davom etmas. Qur'oni Karim ularni yer yuzida buzg'unchilik qilganini gapiradi. Ular yer yuzidagi qadriyatlarni parchalaydilar. Alloh o'z ishida g'olibdir. Faqat insonlarning ko'pi buni bilmaslar. Yusuf surasi 21-oyat.